bilasiz, men Qozog'istonga borgan paytda men sizni borganim uchun gul olib bordim. Siz Dubayga kelyapsiz, siz olib kelsangiz kerak gul. Ye. Siz boshqa qizlarni hammasini gul bilan kutib olasiz-da. Men Dubayga borsam, men sizga gul berishim kerak ekan. Siz boshqa qiz emassiz-ku? Siz boshqa qiz emassiz-ku? Вот именно boshqa qiz emasman men. Meni вообще-то siz gul вообще katta gul bilan kutib olishingiz kerak. O'zingiz aytdingiz-ku. 1100 talik gul bilan chiqaman. Sizga nima keragi bor gulning? Gul olib boraymi sizga? Menga problema emas u. Endi meni ham ko'nglim bor. Gul kelsangiz xursand bo'laman. Boshqa sovg'a bo'lmaydimi? Nima sovg'a misol? Misol men o'zim sovg'aman sizga. Voy, sizni o'zingiz bilib sovg'asiz. Nima berish mumkin? Misol parfyum, original. Parfyum nima qilaman? Parfyum hamma narsani zo'ri deb aytadi-ku. Original aeroportda sotiladi-yu. Voy, original hamma joy, mana shu yerda ham original brendlarda bor. Unda nima kerak sizga? Mana qarang. Ko'rsam. Hali ochganim ham yo'q edi. Qozog'iston nosi yaxshimi? O'zi sovg'a deydi. Qanday qilaydi ona qarda? Mana. Bu originalmi? Bu parfyummi? Xush ko'rasiz. Nimaligini. Bu originalmi? Ko'raychi qani, birinchi marta ko'rishim. Bitta ochuvdim nega? Kim berdi buni sizga? Qarang, qani bu nima? Originalmi, Xitoymi? Bergan odamdan bilish kerak-da bu. Men bu yerdan bila olmayman-ku buni hozir. Arab. Originalmi, yo'qmi? Arab berdimi sizga? Mana. Ana o gostinsaning nimasi emasmi? Yo'q, mana.